Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah subhanahu ve ta'ala gibi adet maktavlar, hamdü sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, Allah subhanahu ve ta'ala tutayotgan ro'zalarimizni, qilayotgan ibodatlarimizni o'zi beriyalik bilan qabul qilsin. O'tganlarimiz Alloh taolo rahmatiga olsin. Keyingi bo'ladigan yillardagi ro'zalarga Alloh taolo hammalarimizni tinchlik, omonlik, tavfiq, hidoyat, to'g'ri yo'l, sirotul mustaqimda o'zi yetkazsin. Oxirgi 10 kunlik haqida jamoatimizga tushuntirib beramiz. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalam ala ashrafil anbiya'i val mursalin va ala alihi va sahbihi al-ghurril mayamin. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarlarning eng afzali bo'lgan Muhammad alayhissalomga salovat salomlar va u kishiga ergashgan insonlarga Alloh taoloning fazli karam rahmati bo'lsin. Albatta oxirgi 10 kunlik Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, u kishining sahobalari, u kishiga ergashgan insonlarni huzurida e'tibori katta bo'lgan. Bir nimani tushunishimiz kerak. Kunlar bor, tunlar bor. 12 soatdan oshgani bir kun deyiladi o'zi aslida. 12 soatdan oshgani bir kun deyiladi. Mana ertalab bomdod, peshin, asr, shom kun hisoblanadi. Shomdan keyin va uni qolgani bomdodgacha sahar, tun, kech shunga o'xshagan narsalar bo'lib hisoblanadi. Kunlarning afzali qaysi desa, haj kunlari. Ayyamut tashrik deydi. Hajning kunlari bor, kunduzlari. Zulhijja oyida. Tunlarning afzali qaysi desa, oxirgi 10 tun. Kun bor, tun bor birodar. Shuni farqiga bilaylik. Oxirgi 10 kecha yilni eng afzallari, Zulhijjani kunduzi eng afzallari. Bir kun to'liq afzal degan so'z yo'q. Qachondir kun afzal, qachondir tun afzal. Ya'ni yilimizda biz hozir shamsiy hisob bilan, qamariy hisob bilan ikki xil hisoblanadi bilasizlar. Milodiy, hijriy, ikkinchi nomi. Ana o'sha milodiy hisob bilan bo'layotganda 365 yoki 64 ta. Hijriy bilan hisoblanganda 355. 12 kun har yili mana orqaga nima qilish boshlaymiz? Qaytishni boshlaymiz. O'tgan yilgi Ramazonimizdan bu yil 12 kun bu yoqqa jilib qolamiz, yana 12 kundan jilib ketamiz. Bu bir yilni hisob kitobi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna iddatash shuhuri indallohi 12 shahran deydi. Allohning huzurida oylar 12 ta. Minha arba'atun hurum. 4 tasi harom qilingan oylar. Ana o'sha oylarning ichida Ramazon degan oy. O'sha Ramazon oyini 3 ga bo'lishadi. Birinchi 10 kunlik, ikkinchi 10 kunlik. Eng afzali qaysi desa, afzali hurmatli jamoat 3-10 kunlik. Eng afzali 3-10 kunlik. Nimaga desa, kunduz emas. Kunduzlar ham roza bo'lib turganligi uchun. Lekin asosiysi Ramazonning oxirgi 10 tuni. Ana shu haqida hozir biz jamoatga tushuntirishga harakat qilamiz. Mana shu oxirgi 10 tun haqida jamoatga tushuntirishga harakat qilamiz. Ahamma hadhihi al-a'mal ihya al-layl. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday o'tkazadilar? Keyin biz doim masalamizda aytamizki, biz har kimga ergashmaymiz. Falonchi pistonchi Allohchiga emas. Alloh taolo aytibdi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Sizlar payg'ambarga ergashinglar. Eng go'zal ibrat, eng go'zal o'rnak payg'ambarda. Dar haqiqat payg'ambarning hayotida sizlar uchun eng go'zal ibrat bor deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday o'tkazgan ekanlar? Birinchisi, وقد ثبت في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله أيقظ أهله وشد مئزره. Oysha onamiz rivoyat qilyaptilar. Muslim, Imom Buxoriy va Muslimdan eng sahih hadis deyiladi. Imom Buxoriydan va Imom Muslimdan. Sahihayn, muttafaqun alayhi, Buxoriy, Muslim, Shaykhayn shunaqa bir necha nimalar bilan aytiladi kitobda. Sahihayn desa ham, muttafaqun alayhi desa ham, Buxoriy, Muslim desa ham, Shaykhayn desa ham, hammasi mana shu Imom Buxoriy va Muslimga dalolat qiladi. Oysha onamizdan rivoyat qilyapti. Bilamiz, Oysha onamiz eng ko'p hadis rivoyat qilgan ayollardan bo'lib hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qachonki oxirgi 10 kun keladigan bo'lsa, birinchisi ahya laylahu. Tunlarni bedor o'tkazar edilar. Kechalarda. Mana hozir kechasini bedor o'tkazayotgan odamlar ko'p. Tunni bedor o'tkazayotgan odamlar ko'p.
Ahyal layl. Tunlarini bedor o'tkazardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bedor degani uxlamay o'tkiz degani emas. O'ygoq o'tiraver degan so'z emas, birodarlar. Shuni ham farqiga borib olaylikda. O'ygoq bekarchi gap bilan o'tkazma. Qaysi samolga borsangiz odamlarimiz o'tiribdi. Unday emas. Ibodat bilan o'tkiz degan. Tunni o'tkiz bedor degani tunni sumalak qilib ham o'tkazib qo'yadi. Sigir chekib ham o'tkazib qo'yadi, makruh deb turib. Yana bir narsa ham qilib qo'yadi. Unday emas. Tunni zikr bilan o'tkiz, ibodat bilan o'tkiz, Qur'on bilan o'tkiz. Ana shunday narsalar bilan o'tkiz. Bedor o'tkazib qo'yishlik, yo'q, kechda bizni ichimiz nochda deydigan odamlar hammasi bedor o'tkazyapti. Kechasi taksi minadigan bor, kechasi borlik qiladigan bor, kechasi navoiylik qiladigan bor. U emas maqsad. Ahyal laylahu degani ahya bi ibadatillahi, Allohning ibodati bilan tunni o'tkazar edi degan so'z. Iza dakhal al-ashru ahyal layl ayqaza ahlahu. Bu ikkinchisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ahllarini, oilalarini, ayollarni uyg'otardilar. Shuni erkaklarga aytib qo'yish kerak. Sheriklarni uyg'otadi, do'stlarini uyg'otadi biz erkaklarimiz. Yur, samorga boramiz. Yur, bu yerga boramiz. Yur, banyaga boramiz deb. Yo'q, oxirgi 10 kunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sunnat ahli ayolni uyg'otish kerak ekan. Siz do'stingizdan so'ra olmaysiz qiyomatda. Qo'shni falonchi-pistonchiga yaxshilik qilasiz, so'ra olmaysiz. Ammo xotindan so'ra olasiz. Ahli ayoldan so'ra olasiz. Alloh taolo aytayaptiki: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara." Ey iymon keltirganlar, avval o'zinglarni, so'ngra ahli ayolni do'zaxdan sizlar saqlanglar deyapti. Nikohda qabul qildim deganmiz. Sizlar deyapti Alloh taolo, o'zinglarni, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, nafsiylarni va ahlikum, va xotinlaringlarni, bolalaringlarni ham nima qilinglar? Do'zaxdan saqlanglar deyapti. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayqaza ahlahu, ahli ayollarini o'yg'otardi. Bir necha ayollar bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni, bir necha ayol bo'ldi desa, ancha-muncha yurak siqib qoladigan. Nimaga unaqa deb? Bu erkaklarga tegishli gap. Va shadda min izarahu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bel bog'larini mahkam bog'lar edilar. Kamardi. Bizi zamondagisi. Ana charsini, yana o'zining nimasi bo'lsa shuni desa, ba'zi ulamolarimiz aytadi, unday emas deydi. Shadda mizarahu degani ayollardan uzoq bo'lar edi yoki uyiga borib yotmar edi. Oxirgi 10 kunlikda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaga desa, mana hozir ikkinchi berda bir nimasini aytamizki, oxirgi 10 kunlikda e'tikof degan narsa bor, birodarlar. E'tikof degan narsa bor. Mana masjidlarimizda uyushtiriladi e'tikof, bilasizlar. Bu yerga kelib odamlar masjidda yashaydi. Ayollar e'tikofga tursa bo'ladimi yo'qmi degan savol bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollar turgan. Ammo bizda hozir unday sharoit yo'q. E'tikofga turishlik masalasi. Shadda mizarahu degani belbog'ini bog'ladi degani oxirgi 10 kunlikda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollaridan uzoqroq bo'lar edilar. Buni ayollarga yaqin bo'lganlar tushunadi. O'zi doim uzoq bo'lib yurgan odam tushunmaydi buni. La alam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qara'al Qur'onni kullahu fi laylatin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oxirgi 10 kunlikdan ko'ra boshqa vaqtda ko'p Qur'on o'qiganini men ko'rmadim deyaptilar Oysha onamiz. Ana endi biz ibodatlarni bitta-bitta aytib ketamiz. Qiyamul layl fi hada shahr al-karim wa hadhihi al-layl al-fadilati la shakka annahu amalun azim jadirun bil hirs wal i'tina hatta nata'arrad li rahmatillahi jalla wa ala. Tunlarda deydi jamoat bilan emas, o'zimiz ham ba'zi paytda tungi namozlarni o'qiylik. O'zi tarovih qiyomul layl deb nomlanadi. Tarovih namozini hurmatli jamoat bunday tushunishimiz kerak-da. Birinchi kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qigan, keyingi kuni o'qidilar, uchinchi kuni jamoat ko'paydi, keyin to'xtadi, o'qimadi. Biz jamoat bilan o'qiyapmiz, yaxshi. Ammo o'zimiz uyda borib ham o'qishimiz kerak. 2 rakat bo'lsa ham o'zimiz uyga borib ham o'qishimiz kerak. Nimani? Tungi namozni 2 rakat bo'lsa ham. Ana bu yerda aytilyaptiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tunlarni bedor o'tkazmar edilar. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه يوقظ أهله للصلاة كما هي رواه البخاري ومسلم. Ana Aysha radhiyallohu anha keyingi hadis ham Aysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
ahli ayollarni o'ygatar edilar. Mana sunnatga hurmatli jamoat. Uni sunnatga ham bir ko'ngil burib qo'yaylik. Ahli ayolni bizda o'ygatishlik bor. Bolasini mol bozoriga o'ygatishlik bor, mashina bozoriga o'ygatishlik bor, qiladigan ishga o'ygatishlik bor. Namoz uchun ham, ibodat uchun ham, ruku uchun ham, sajda uchun ham o'ygatishlik bizi shariatimizda payg'ambarimizdan sunnat ekan. Tur bolam, namozingni o'qi. Tur, tahoratingni qil. Hozir yana bu yerda bir hadisda aytadi, erkak kishi xotinini namozga uyg'otdi, o'zining xotinini. Namozga uyg'otdi, turmadi. So'ngra ustiga suv sepdi. So'ngra uyg'ondi. Buni uyquni nima deydi? Og'irroq uyqu, yengilroq uyqu hammaniki har xil Alloh taoloning taqdiri. Yoki ayol erini uyg'otdi. Uyg'onmadi. O'shanda ayol erini ustiga suv sepdi. Uyg'ondi. Mana buni qaytadan aytib beraylik, jamoat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, rahimallohu rajulan aw imra'atan, qaysi inson bo'lsin, erkak bo'lsa, Alloh rahmatiga olsin, tirikka ham aytsak bo'lar ham. Ayol bo'lsa, Alloh rahmatiga olsin. Er xotinini uyg'otsa, xotin erini uyg'otsa, turmasa, ana ikkinchi sharti nima dedik? Suvdan sepib qo'ysa. Ustiga suvdan sepib qo'ysa, bularga Alloh taoloning rahmati bo'lsin. Bularga Allohning rahmati yog'sin deyapti. Tamam. Erkak kishi xotinini uyg'otishligi bu tabiiy, to'g'ri tushunamiz buni. Er xotinni uyg'otadi, tur deydi. Lekin erkaklarga biz aytadigan so'zimiz borki, xotin, ahli ayolingiz, mahramingiz sizni uyg'otsa, men eriyman sen, meni uyg'otasan. Bor deyishga haqqimiz yo'q ekan. Shu o'rinda haqqimiz yo'q. Boshqa joyda bir narsalarni ko'rsatib, uni qilamiz, buni qilmaymiz desa, siz erkak kishisiz, boshqaruvchisiz. Yo ha deysiz, yo yo'q deysiz. Ruhingiz yetsa endi. Bo'lmasa o'tiraverasiz. Shuncha yil boshqarding, o'lguncha boshqarasan, boshqa nima endi bu yoq deysiz. Ammo ibodatda, ibodat vaqtida ayol eriga suv sepadigan bo'lsa, indamasin deyapti. Balki Allohning rahmati bo'lsin haligi ayolga. Erini uyg'otganligi uchun o'zi duo qilish kerak Alloh taolo. Shunda ayollarni bergin. Bizni ibodatga shashiltiradigan, ibodatga boshlaydigan, ibodatga chorlaydigan ayollarni bergin deb duo qilishlik kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarigina ibodat qilib qolmar edilar. Balki ahli ayollarini ham namozga, tunni bedor o'tkazishlikka targ'ib qilardilar. O'sha masalada, masalan, bitta odamga tunni bedor o'tkazmaysizmi? Laylatul qadr kutmaysiz desak, Alloh taolo unda yaxshilik olgan bo'lishi mumkin, yaxshilik olmasin hech kimimizdan. Qiylanadi. Bunday qilish kerak, bunday qilish kerak, qanday qilamiz? Ayollarimiz ham. Keyin bir vaqt eshitasiz, mana mahallada sumalak bo'lyapti. Una mahallada sumalak bo'lyapti. Qarindoshlarda sumalak bo'lyapti. Ammalarda sumalak bo'lyapti. Xolalarda sumalak bo'lyapti. Hammasi borib tunini bedor o'tkazib o'tiraveradi. Bitta qozonda atrofiga to'planib olib bedor o'tkazib qo'yaveradi. Lekin qilaversin, sumalak harom emas. Ammo ibodat bilan o'tkazmaysizmi desa, yo'q deydi. Shu o'rinda siz kimligingizni bila olasiz. Ibodatga shoshilyapsizmi, yaxshi odamsiz. Ibodatdan to'silyapsizmi, Alloh taolo siz bilan uchrashishni xohlamayapti. Shu, boshqa so'z yo'q. Mana shu so'z yo'q. Hali gapda Umar roziyallohu anhu deganiga bir kishi keladi-yu. Demak, ikkinchisi birodarlar, ahli ayollarimizni, uydagilarni biz ibodatga uyg'otar ekanmiz. Undan keyingisi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amallaridan biriki, Laylatul Qadr kechasini istashlik. Ikkitasi ixtilof qilib qoldi. Mana hozir ham gaplashayotib fikrimiz bo'lindi-yu. Shu fikr bo'linadi. Laylatul Qadr kechasini aytaman deb chiqdi payg'ambarimiz. Aniq biladi. To'shni bizi tilda. Mana u kuni Laylatul Qadr. Ikkita sahoba talashyapti-kanda. Yo'q unday, yo'q bunday, yo'q unday bo'lsa kerak, bunday bo'lsa kerak. Talashmaylar, unday qilmaylar, bunday qilmaylar. Men Laylatul Qadrni aytmoqchi edim sizlarga. Ana, esimdan chiqarib qo'ydim. Alloh taolo meni yodimdan ko'tarib qo'ydi dedilar hadisda. Alloh taolo meni yodimdan Laylatul Qadr kechasini ko'tarib qo'ydi. Sizlar talashganinglar tufayli degan hadis bor. Endi nima qilamiz dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana endi sizlar Laylatul Qadr kechasini oxirgi 10 kunlikda qidiringlar dedi. Hozir 16-rozani tutdik deb aytibdi. Tun oldin ketadi ro'zada, bilamiz. Ro'za tutgan inson oxirgi 10 kunlikda qiladigan ishlardan biri shuni bir qilib olsanglar bo'ladi. Iftorlik.
qavmi qarindoshmidi, yaqinmidi, do'stmidi, jo'ramidi, mahallamidi, ana ularga ham bir iftorlik qilishni niyat qilib qo'yishimiz kerak ekan, birodarlar. Bitta odamga bo'lsa ham. Chunki hadisda bitta kelgan. Man fattara soiman. Kim bittagina ro'zadorni iftorlik qildirsa, bitta ro'zadorni iftorlik qildirsa, bitta. Mana men ro'za tutdim. Hammamiz ro'zamiz, ro'zadir yo yo'q, alhamdulillah. Hozir hammangiz ro'zasiz. Maqtanmaymiz ham, boshqa ham qilmaymiz, ro'zadir yo yo'q, inshaalloh. Mana bitta ro'zadorni kimdir iftorlik qildirdi. Iftorlik qildirgandan keyin bu ro'za tutgan insonga Alloh taolo bir savob yozdi. Bir hadisda keladi, ro'za tutgan 70 yilda uzoqdan uzoqlashdi. Yana bir hadisda keladi, Alloh subhanahu va taolo o'zi berdi, qanchaligini bilmaymiz. Bir necha mukofotlar borda, shu hamma mukofot bitta odamga paydo bo'ldi. Mana ikrom domlaning ro'zasi paydo bo'ldi, savobi paydo bo'ldi. Men ikrom domlaga iftor qilib berdim. Bu kishining savobi o'zida to'liq qoladi-da, shuncha savobni Alloh taolo yaratib bizga beradi. Iftorni shunday tushunaylik. Ana endi 10 kishiga iftor bersangizchi, 100 kishiga iftor bersangizchi degan so'z. Oxirgi 10 kunligimizda biz vaqtimiz bo'lib qolib, birodarlar, bu yerda o'qiydigan narsa ko'p edi. Oxirgi 10 kunlikda Qur'on o'qiylik.